Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Sizlar bilan yana men Ulug'bek Shukurlayev. Ha, adashmadingiz. Biz egnimizda libos kiyib qasamyod qabul qildikmi? Biz o'z xizmat vazifamizni avvalambor bajaryapmiz. Yo'l o'yin maydoni emas. Katta xolangni uyi emas deysiz-da. Ha, ko'rinmayapti, ko'rinmaydi ham deganman, amaki qo'rqib ketganlar. Nima qilishingizdan qat'iy nazar biz sizni albatta topamiz deyman-ku. 4 ta diplom yo'lida afsus, sekin ala eng katta ustozim bu meni rahmatli otam. Muvaffaqiyatli tugatdim. Mana bu medal, mana bu pul mukofoti sizniki deb beryapman. Qo'llaringa ushlab konvertni ko'zimga qarab rahmat o'g'lim deyaptilar shu. Buni so'z bilan tasavvur qilish qiyin. Men xohlayman o'z farzandlarim ham xuddi shunday bo'lishini.